O'shalarning kitoblarini bunday varaqlab qo'ysangiz, albatta bitta joyda Muaviya roziyallohu anhuga bitta bir zarba berib o'tganini ko'rasiz. Bitta yomon so'zni qo'shib o'tganini ko'rasiz. Yoki Amr ibn al-Os haqida albatta bir makkor deb o'tadi bo'lmadi deganda. Bo'lmadi deganda makkor bo'lgan deb qo'yadi. Alloh saqlasin. Unaqa gapni gapirgandan ko'ra o'sha tildan uzilib tushgani yaxshiroq. Rasulullohning sahobasi haqida makkor degan so'zni ishlatgandan ko'ra u til uzilib ketganligi vallohu alam durustroq bo'ladi. Chunki tobiinlarning sayyidi Sayyid ibn Musayyibning davrida endi odamlarning ichida gap tarqaydi. Umar ibn Abdulaziz adolatli xalifa, adolati dunyoga tarqalgan, taqvosi, zuhdi dunyoga tarqalgan, hatto ba'zilar 5-xalifa deb yuborishadi. Ali roziyallohu anhudan keyingi xalifa shu zot deb yuborishadi. Shunda Sayyid ibn Musayyib bu kishi tobiinlarning sayyidlaridan g'azablari kelib aytadilar. Allohning nomiga qasamki dedilar. Bu Umar ibn Abdulaziz va jamiki Umaviylarning xalifalari dedi. Jamiki Umaviylar Muaviya roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga bir lahza, bir oni o'tkazgan oyog'ini ostidagi changiga ham teng kelishmaydi deydi. Ya'ni sahobalik martabasi juda ham ulug' bo'ladi. Hamma odam haqida bir tilimizga erk bersak ham Rasulullohning sahobasi haqida tilga erk bermaslik kerak bo'ladi. O'ta qattiq ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu ahli sunnani e'tiqodi. Alloh taolo u zotlarning barchasidan rozi bo'lgan bo'lsa